Yana bir bor assalomu alaykum. Demak, bugungi 6 yanvar kungi vazifamizni tahlilini boshlaymiz. Xo'p, bugungi berilgan vazifa bo'yicha dastlabki 10 talikdagi savollar bo'lsa marhamat. 1dan 10gacha savollarimiz. Kimda qanday savol bor 1dan 10gacha? Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Botni yopmadimi? Manimcha Ekran yopdimi? ko'rinmayapti, ekran. Ekran Assalomu alaykum. ko'rinmayaptimi sizga? Yo'q, ekran yo'q. Meni shuni aytmoqchi edim. Ekranni ulamayapman-da. Boya ulagandim, o'chib qolibdi. Hozir bot natijasini ham tashlang. Boshladik. Nimani ekran ko'rinyapti endi? Botdan kelgan natijalarni ham tashladim. Marhamat, savollarni beringlar. 1dan 10gacha. Birinchi savoldan 10-savolgacha kimda qanday muammolar bor? 1, 5, 1, 5, yana 2. Bo'ldi ekan menda. 1, 2, 5. Yana bormi? 1, 1, 2, 5dan necha? 9 ham ko'raylik 3ta. 3, 4, 9. Yana bormi? 8. 7 ustoz. 7, 8. Xo'sh. 23. 10gacha savollarni ko'ryapmiz. 10-savolgacha agar boshqa muammo bo'lmasa boshladim. 6ni ham ko'raylik. Xo'p. 6ni ham belgiladim. Boshladik. Birinchi savolimiz demak bizda berilgan logaritmik trigonometrik tenglama. Xo'p, logaritm xossasiga ko'ra mana bu oldida turgan ikki sonini darajasiga oldidagi sonning darajasiga chiqarishimiz mumkin. Shunga ko'ra bu ln sinusda kvadrat x ln kosinusda kvadrat x plus 8 teng 0 bo'ladi. Va keyingi xossamiz logaritmlar orasida qo'shish bo'lsa, ularni oldidagi sonlarni ko'paytirib yozishimiz mumkin. Ya'ni sinusning kvadrati kosinusning kvadrati ko'paytirilgan 8 teng 0. Bu esa o'z navbatida mana bu ifoda bizga 2 sinus kvadrati 2x, ya'ni sinusning ikkilanganini bersa, logaritm 0 ni esa ln 1 deb yozadigan bo'lsak, 1 ga tengligi ko'rinib qoladi. Ya'ni sinus kvadrati 2x teng 1 taqsim 2. Daraja pasaytirishga qo'yadigan bo'lsak 4x bo'ladi. Daraja pasaytirsak, bundan kelib chiqadiki, kosinus 4x teng 0, 4x teng pi taqsim 2 plus pn bo'lsa, x ni qiymati pi taqsim 8 plus pn taqsim 4. Ya'ni bizda a javobga mos kelar ekan. Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Ustoz, Tangimiz labay. bu yerda A javobni xato debdi. B javob deyapti. Hozir. 1 minut. Chiqib ketadigan holatini hozir inobatga olmadim menimcha. Hozir 1 minut. Mana bu yerda mana buni yechimni o'zini ko'raylik. X teng pi taqsim 8 plus pn taqsim 4. Xo'sh, ko'radigan bo'lsak, bu qiymatni n ni o'rniga 0 qiymat qo'yadigan bo'lsak, bizda chiqadi pi taqsim 8. n ni o'rniga 1 qiymat qo'yadigan bo'lsak, bizda 3 pi taqsim 8 chiqadi. Shunaymi? n ni o'rniga 2 degan qiymat qo'yadigan bo'lsak, xo'sh, yo'q, bizda unaqa qiymat chiqmaydi-ku menimcha hozir.
Ustoz, logarifmni oldi manfiy bo'lmaydi o'shani qo'llamaganmi? Ha, hozir shuni chiqarib tashlaymiz. Xo'sh, mana buni pi plus 2pn taqsimda, xo'sh, 8 deb yozaylik. 0da pi taqsim 8, 1da 3pi taqsim 8, 2ni qo'ysak 5pi taqsim 8, 3ni qo'ysak 7pi taqsim 8. Xo'sh, keyingi qiymatimiz 5ni qo'ydikmi, oxir nechini qo'ydik? 1ni, 2ni, 3ni qo'ydik. 0, 1, 2, 3, 4ni qo'ysak 9pi taqsim 8. Xo'sh, 5ni qo'ysak 11pi taqsim 8. 6ni qo'ysak 13pi taqsim 8. 7ni qo'ysak esa demak bizda 15pi taqsim 8 degan qiymatlar chiqadi. Bizda hozir bitta shart bor. Sinus x ham kosinus x ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Sinus x ham kosinus x ham 0 dan katta bo'ladigan oraliq bu faqatgina birinchi chorak. Qolgan barcha choraklarda yo sinus yo kosinus manfiy qiymat qabul qiladi. Ikkalasi ham musbat bo'ladigan qiymati bu faqatgina birinchi chorak. Shu uchun biz faqat mana bu ikkita nuqtani olishimiz mumkin. Mana shu narsani e'tiborga olmoqman. Ikkita nuqtani, ya'ni birinchi nuqtamiz bu pi taqsim 8 qo'shilgan 2pn bo'lsa, ikkinchi nuqtamiz 3pi taqsim 8 qo'shilgan 2pn bo'ladi. Aniqlanish sohasiga qarab chiqarib tashlasak, shu javob qoladi bizga. Tushundikmi endi? Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Xo'sh, demak, tanginus x plus kosinus x. Tanginus kvadrat x kvadratga oshirib chiqsakda endi 2 tanginus x degani sinus x taqsim kosinus x bo'lsa, plus kosinus kvadrat x teng 13 taqsim 12 plus 2 sinus x. Mana bu yerda kosinuslar qisqarib ketsa 2 sinus x, 2 sinus x ham 0 ga aylanib ketadi. Tangens kvadratni esa 1 taqsim kosinus kvadrat x minus 1 ko'rinishida asosiy ayniyatdan almashtirib olsak bo'ladi. 1 bu yoqqa qo'shib o'tsa 1 taqsim kosinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x teng 25 taqsim 12. Xohlasangiz kosinus kvadrat x ni biror t deb belgilab olib qarating, nima qilib ishlang. Farqi yo'q, qanday usulda ishlashni kimga qanday qulay. Kosinus kvadrat x ni t deb belgilab olib, t plus 1 taqsim t 25 taqsim 12 deb tenglamani ishlaydigan bo'lsak, t ning qiymati 4 taqsim 3, 3 taqsim 4 degan qiymatlar hosil bo'ladi. Bittasi manfiyda chiqadi, adashmasam, yoki musbatdami? T yo'q. Ikkalasi ham musbat. Xo'p, ana endi 4 taqsim 3 bizga yechim bo'lmaydi, chunki 1 dan katta qiymat bo'layotganligi uchun 3 taqsim 4 ni kosinus kvadratga tenglashtirib yozamiz. Daraja pasaytiradigan bo'lsak, kosinus 2x teng 1 taqsim 2 degan natija kelib chiqadi. Buni javobi esa 2x teng plus minus pi taqsim 3 plus 2pn desak, x plus minus pi taqsim 6 plus pn ko'rinishda hisoblanar ekan. Bo'ldi. Tushunarlimi? Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Xo'p, demak bu yerda xo'p, sinus x tanginus x ni sinus taqsim kosinus deymiz. Kosinus x kotanginusni kosinus taqsim sinus deymiz. Mahrajni umumiy ko'paytuvchi sifatida ko'paytirib yuboramiz. Chap tomondagi ifoda umumiy mahraj beradigan bo'lsak, sinusning kubi kosinusning kubi taqsimda sinus kara kosinus. Sinusning kubi kosinusning kubini formulaga qo'yadigan bo'lsak, kublar yig'indisiga
Mahrajni bu tomonga ko'paytirib yuboraman birdaniga. Sinus x qo'shilgan kosinus xlar qisqarib ketadi, lekin 0 ga tenglashtirmaymiz, chunki mahrajdagi ifoda edi u. Qolgan ifoda sin kvadrat plus kosinus kvadrat 1 ni beradi. Sinus x kosinus x tenglikdan o'ng tomonga o'tsa 4 sinus x kosinus x ni beradi. Bu esa o'z navbatida sinus 2x teng 1 taqsim 2 ni berar ekan. 2x teng minus 1 ning n'inchi darajasi pi taqsimda 6 plus pn bo'lsa, x ni qiymati minus 1 ni n'inchisi pi taqsim 12 plus pn taqsim 2 ko'rinishda bo'ladi. Tushunarli bo'lsa davom etaman. Keyingi savolimiz. Xo'sh, tenglama minus 2pi 3pi kesmada nechta yechimga ega deyapti. Bu yerda demak. Xo'p, kosinus kotangens x ni kosinus taqsim sinus deb birdaniga yozib, mahraj berib yubormoqchiman. Sinus x kosinus x sinus kvadrat x minus 2 kosinus x minus 2 sinus x. Xo'p, endi bu yerdan bu ikkalasidan sinusni, bu ikkalasidan minus 2 ni olib chiqadigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi sinus x qo'shilgan kosinus x sinus x minus 2. Ikkinchi qavsimiz 0 ga tenglashtirganimizda yechim mavjud bo'lmaydi. Birinchi qavsimiz esa sinus x teng minusda kosinus x yoki tangens x teng minus 1. Buni javobi esa minusda pi taqsim 4 plus pn bo'ladi. Endi shuni minus 2pi yu 3pi oraliqdagi yechimlarni topish uchun qiymat qo'yib chiqamiz. 0 da minus pi taqsim 4, 1 da 3pi taqsim 4, 2 qo'ysak 7pi taqsim 4, 3 qo'ysak 11pi taqsim 4. 4 degan qiymatni olmaydi, 3pidan kattalashib ketadi. Minus 1 degan qiymatni qo'ysak minus 5pi taqsim 4. Minus 2 ni qo'yganimizda minus 2 dan kichik son chiqadi. Demak, bizda jami 5 ta yechimi bor ekan shu oraliqda. Muammo bo'lmasa davom ettiraman. Keyingi tenglamamiz. Tenglikni chap tomonini yig'indidan ko'paytmaga o'tkazib olaman. 2 kosinusda 4x kosinusda 3x teng 2 kosinusda 3x 1 minus sinus 2x. Tenglikni ikkala tomonda sinus 3x va 2 larni qisqartirib yuboraman va bizda kosinus 3x. Kosinus 3x teng 0 bitta tenglamaning yechimi hisoblanadi. Chunki tenglikni ikkala tomonni 0 ga aylantirib yuboradi. Qolgan ifoda kosinus 4x ni 1 minus 2 sinus kvadrat 2x deb olsak, bu chala kvadrat tenglama ko'rinishiga keladi. 2 sinus kvadrat 2x minus sinus 2x. Bundan esa sinus 2x teng 0, sinus 2x teng 1 taqsim 2 degan yechimlar hosil bo'ladi. Demak, x teng birinchisidan teng 0 bo'lsa pn taqsim 2, keyingisidan esa minus 1 ning n'inchi darajasi pi taqsim 12 plus pn taqsim 2 degan yechimlar kelib chiqadi. Kosinus 3x teng 0 de yechim esa x teng pi taqsimda 6 plusda pn taqsim 3 hosil bo'lar ekan. Ana endi mana shu 3 ta yechim, shu 3 ta yechimni 0-2pi oraliqdagi xo'sh, nechta yechimi borligini topish uchun jadval qilib chiqamiz. Xo'sh, birinchi tenglamamiz. Birinchi tenglamamizda 0 da 0, 1 da pi taqsim 2, 2 da pi, 3 da 3pi taqsim 2, 4 da 2pi. Demak, mana shu 5 ta yechim mavjud ekan. Ikkinchi tenglamamiz. Minus 1 ni n'inchisi, xo'sh, plus pn taqsim 3 yozibman. Ana, to'g'ri, 2. Xo'sh, bunga qiymat qo'yadigan bo'lsak, n ni o'rniga 0 qo'yganimizda pi taqsim 12. N ni o'rniga 1 qo'yganimizda xo'sh, 5 pi taqsim 12 chiqadi. 2 qo'ygan qiymatimizda pi plus pi taqsim 12 bo'lsa, 2 qo'yapmizmi? 13 pi taqsim 12 chiqadi.
Xo'sh. 13 pi taqsim 12. Keyingi qiymatimiz necha qo'ydik? 3 qo'yamizmi endi? 3 qo'ygan paytimizda 3 pi taqsim 2 minus pi taqsim 12 bo'lsa 17 pi taqsim 12 chiqadimi? 17 pi taqsim 12 chiqadigan bo'lsa, endi keyingi oralikqa o'tamiz. Xo'sh, 3-chi oralig'imiz. 0 da pi taqsim 6, 1 da pi taqsim 2 chiqadi, lekin bu qiymatni olib o'tirmaymiz. Mana bunda 4 ta chiqdi. Pi taqsim 2 ni yuqorida hisoblab bo'ldik. 2 qo'ysak 5 pi taqsim 6, 3 qo'ysak 7 pi taqsim 6, 4 qo'yganimizda 3 pi taqsim 2 chiqadi, buni ham olmaymiz. Yuqorida 3 pi taqsim 2 ni ham hisoblab bo'ldik. 5 qo'yganimizda 11 pi taqsim 6 chiqadi. Menimcha shularni o'zi bo'ldi. 4 tami jami 13 ta bo'lar ekan shunda mana. Tushuntira oldimmi? Har bitta demak nimamizni tekshirib chiqdik 0,2 ustoz. yechimlarini. Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Kasr ko'rinishida tenglama berilgan ekan. Xo'sh, 3 ta olib chiqsam suratidan 1 minus 2 sinus kvadrat x ni beradi. Makhraj sinus taqsim kosinus, kosinus taqsim sinus deb yozadigan bo'lsak, xo'p, mana bu uchlar qisqarib ham ketar ekan. Proporsiya qilib ko'paytirib yozaman birdaniga. 8 ko'paygan. 1 minus 2 sinus kvadrat x degani bizga kosinus 2x ni beradi. Teng. Umumiy makhraj berib yozsam, sinus kvadrat qo'shilgan kosinus kvadrat taqsimda sinus x kara kosinus x. Surat 1 ni beradi. Va makhraj 2 ni ko'paytirib bo'ladigan bo'lsak, sinus 2x ni qiymatini beradi. Umumiy makhraj beramiz. 8 sinus 2x kosinus 2x teng 2. Bu esa 4 sinus 4x teng 2 yoki sinus 4x teng 1 taqsim 2 ni qiymatini berar ekan. Buni javobi esa 4x teng minus 1 ni n'inchisi pi taqsim 6 plus pn bo'lsa, minus 1 ni n'inchisi pi taqsim 24 plus pn taqsim 4 degan natija kelib chiqar ekan. Xo'sh. Menimcha shunday bo'ldi. Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Xo'sh, endi bu savolda ochib chiqib hisoblaydigan bo'lsak ham, x ni kubi minus 6x kvadrat 12x minus 16 hosil bo'ladi bizda. Endi bu tengsizlikni kubik tengsizlik butun ildizlarni ozod xat bo'luvchilarning ichidan qidirib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni x ni o'rniga plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 8 larni keltirib qo'ysak bo'ladi. Keltirib qo'yib tekshirganimizda bizda 4 tengsizlikni yechimi bo'la oladi. Shuning uchun uni bitta umumiy ko'paytuvchisi x minus 4 bo'ladi. X minus 4 ga yo bo'lib chiqamiz yoki ko'paytuvchilarga ajratib chiqamiz. Farqi yo'q qaysi usulda ishlashni. Ko'paytuvchiga x minus 4 orqali ajratib chiqsangiz ham bo'ladi. X kvadrat plus 8x plus 4x minus 16 deb. Keyin bu x minus 4 x kvadrat minus 2x plus 4 ni beradi mana. Ikkinchi qavsimiz har doim musbat bo'lganligi uchun x minus 4 kichik yoki teng 0, x kichik yoki teng 4 degan natijaga erishamiz. Yoki javoblardan foydalanib ishlasa ham bo'ladi. Bu tipdagi savollar ancha osonroq bo'ladi. Javoblarni o'zidan foydalanib yechsa ham. Davom etaman. Keyingi savolimiz 8-savol. Shunchaki ochib chiqaman. Shunchaki ochib chiqamiz. X kvadrat minus x minus 5 minus 5x plus 10. X kvadrat minus 2x plus 6 minus 7x plus 14. Soddalashtirganimizda x kvadrat minus 6x plus 5
x kvadrat minus 9x plus 20. Mana. Birinchi tengsizligimiz javobi 1 u 5 chiqadigan bo'lsa, 1 dan 5 gacha bo'lgan oraliq chiqadi javobi. Ikkinchisini javobi 4 u 5 chiqadi va minus cheksizlikdan to 4 gacha, 5 dan cheksizlikgacha bo'ladi. Bu yerda demak 1 dan 4 gacha va 5 degan yechim qanoatlantirar ekan. Barcha butun yechimlar yig'indisi bu 1, 2, 3, 4 va 5. 15 bo'lar ekan. 5 bu ikkalasini ham qanoatlantirgan, ustma-ust tushgan nuqta bo'lganligi uchun uni ham olishimiz kerak. Ustma-ust tushyapti 5 da ham chunki. Demak, 9-savolga e'tibor beramiz. Mana shu tengsizlikning javobi shunaqa chiqishi kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, mahrajdan chiqadigan javob mana tegishli emas qavsi qo'yiladi. Ya'ni -2 bu mahrajdan chiqqan javob. 2x minus n ni teng 0 deganingizda -2 chiqishi kerak x ni joyiga. U uchun n ni o'rniga 4 qo'yishimiz kerakmi minusda? 8-chi misolda ochayotganda nimaga 0 dan kichkina qilib oldingiz? 0 dan katta qilib oldingiz. Yo'q, javobga e'tibor bu yog'ini to'g'ri qilganman. Mana bunga qarab ishlabman. Buni qilmabman. Mana bunga qarab shu narsa inobatga olindi. Ha, o'shanda to'g'ri. Bunga qarab yechib ketdim-da. Bunisiga e'tibor bermabman. Xo'p, shuni inobatga oladigan bo'lsak, mahrajdan bizga -2 degan javob chiqishi uchun, x ning qiymati -2 chiqishi uchun n ning o'rniga -4 qo'yishimiz kerak. Suratdan 5 degan javob chiqishi uchun esa m ning o'rniga -5 qo'yishimiz kerak. Shunda m ko'paytirilgan n 20 ga teng bo'lar ekan. Davom etamiz. 11 dan 20 gacha savollarimiz. 11 dan 20 gacha savollarimiz. 17. 10 deyim ko'rib ketaysiz. 12. 12, 13, 13, 14, 16, 17. 16, 17, 18. Xo'sh. Yana bormi? 20. Birini ham ko'raylik ustoz. 20 nechi? 19, 11, 19. Bo'ldimi? Boshlaymiz. 10-savol. 25 ni, demak, 5 taqsim x minus 3 ni kvadrati minus 1 ning kvadrati katta yoki teng 0 deb ikkita qavsga ajratib olsam, birinchi qavsimiz demak bizga beradi 8 minus x ni, ikkinchi qavsimiz 2 plus x ni beradi. Taqsim x minus 3 ning kvadrati katta yoki teng 0. Ishlaymiz shuni endi. -2, 3, 8. Minus, plus, minus. 0 dan katta oraliq bu -2 dan 3 gacha, 3 dan 8 gacha. Mana. Davom etamiz. 11-savol. Tengsizlik 13 ta butun yechimga ega bo'ladi. Endi bu tipdagi tengsizlikni javobi mana kesma chiqadi. A dan B gacha degan kesma chiqadi. A dan B gacha bo'lgan kesmada A dan B gacha bo'lgan kesmada orasida nechta butun son bor desa, ya'ni bu yerda A ham B ham butun son holatda ko'ramiz. A ham B ham masalan butun son bo'lgan holatda nima bo'ladi bu yerda? Bu yerdagi butun yechimlar soni B minus A qo'shilgan bir ko'rinishda bo'ladimi? Ya'ni bu nima hozir? x1 x2 da x1 x2. x2 minus x1 teng 13 holatda bo'ladimi? Bizda demak bu tenglamani ildizlar ayirmasi 12, ildizlar yig'indisi esa -8 bo'layotgan ekan.
o'zi eng kichik degani uchun o'zi x1 x2ni shu butun holatda olib ketyapman. Butun holatda ishlaganimizda eng kichik qiymati hosil bo'ladi bizga. Shunda bizda x2 ning qiymati 2x, demak hozir qo'shib yuborsak, -8ligini qayerdan bildik? mana viyet. x1 ning qiymati esa -10 chiqadimi? Ya'ni bizda -10dan mana bu 2 gacha, mana shunday nima deydi? Ildizlari -10 u 2 chiqsa, bu tengsizlikning javobi -10 dan 2 gacha bo'ladi-ku. Shunda bu oraliqdagi butun yechimlar 13 ta va ular ildizlar yig'indisi mana bu viyetdan qaraydigan bo'lsak, -8 ga tengligi ko'rinib qoladi. Shuni hisobiga a ning qiymati bizda 20 ga teng bo'lar ekan. A chunki bizda ildizlar ko'paytmasi x1 ko'paygan x2 minus a ga teng bo'lyapti hozir ayni damda. Nimadan? Viyetdan. Mana bu Shunday deb ildizlar ayirmasi +1 teng 13 deb olganingiz tushunmadim. qarang. Masalan, 4 dan 7 gacha bo'lgan kesma bo'lsa, mana shu oraliqda nechta butun son bor desa, 7 dan 4 ni ayirib 1 ni qo'shib qo'ysak bo'ladimi? Ha. Bo'ldi. Yoki masalan 97 gacha desa, nechta butun son bor desa, sanamaymiz-ku. 97 dan 4 ni ayirib 1 ni qo'shib qo'ysak, shu oraliqdagi butun sonlar chiqadimi? Ha. x1 dan x2 gacha bo'lgan oraliqda nechta butun son borligini topish uchun x2 dan x1 ni ayirib 1 ni qo'shamiz. Tushunarli. Boshqa savollar yo'qmi? Davom etaman agar boshqa savollar bo'lmasa, keyingi shartimiz. Berilgan shartlarga asosan ABClarni qanday oraliqda ekanligini aniqlashimiz kerak. Sonni qancha darajaga oshirsak, u shuncha kichrayib boradi. Bu qanday son? Bu 0 u 1 orasidagi son. 0 u 1 orasidagi sonni qancha darajaga oshirganingiz sari u shuncha kichrayib boradi. Endi daraja oshirgan sari kattalashib boradigan sonimiz esa bu 1 dan katta son bo'ladi. 1 dan katta sonni qancha darajaga oshirsak, shuncha o'zidan kattaroq son hosil bo'lib ketaveradi. Keyingi shartimizga e'tibor beramiz. Modulda S katta S dan. Birinchi shu tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, bu yerdan S ni manfiy son ekanligini bilamiz. Manfiy son bo'lganda uning moduli o'zidan katta bo'ladi. Endi S ni yana nima deyapti? -1 dan katta deyapti. Demak, S'imiz 0 u -1 orasidagi son ekan. Bundan xulosa qilsak bo'ladiki, eng kichigi S, undan keyin A kattaroq, undan keyin esa eng kattasi B bo'ladi. Mana shunday qilib sonlarni qaysi sonlar oralig'ida ekanligini aniqlasa bo'ladi. Davom etaman. Keyingi tengsizligimni 0 ga aylantiradigan nuqtalarni topadigan bo'lsam, bu nuqtalar -3, -2, -1, 1, 2, 3. Mana shu nuqtalar bu tengsizlikni 0 ga aylantiradi. Bu yerda faqatgina -1 va 1 sonlari tengsizlikni qanoatlantiradi, qolganlari mahrajda bo'lganligi uchun qanoatlantirmaydi. Ishoralarni qo'yib chiqadigan bo'lsak, plus minus, plus. Bu yerda -1 juft karrali ildiz, shu uchun -1 da ishora takrorlanadi. Sababi -1 mana bu tenglamadan bitta chiqadi. Bu tenglamada 2 marta -1 ga erishganligi hisobiga uzr. Bunda x kvadrat, bunda bitta. Mana bunda ham bitta. To'g'ri. Bunda 1 marta -1 ga erishadi, bunga 1 marta -1 ga erishadi. 2 marta -1 ga erishdi, shu uchun juft karrali ildiz. 1 esa 3 marta uchraydi. Bu yerda va bunisida uchraydi. Shu uchun bunda ishora takrorlanmadi. Almashib ketaveradi ishoralar. Qo'yish qoidasiga qaraydigan bo'lsak. Demak, bizda yechimini birinchi topamiz. Birinchi yechimni belgilaylik.
Yechim minus cheksizlikdan minus 3gacha, minus 2dan to 1gacha, 2dan 3gacha. Endi yechim bo'lmagan joyi esa bu minus 3 minus 2 va 2 3 oraliq. Hozir qaysi oraliq yechim bo'lmaydi deyapmiz? Musbat oraliqnimi? Uzr. 1 u 2 keyin 3 dan cheksizlikgacha. Mana. Yechim bo'lmagan oraliq. Bizda nima deyapti? Yechim bo'lmaydigan eng kichik natural son. Demak, pastdagini eng kichik natural son qaysi bo'lyapti? 2 mi? Yechimini qanoatlantiruvchi eng katta manfiy son. Qanoatlantiruvchi desa tepadagi qaraymiz. Eng katta manfiy son bu -1. Qancha katta deyapti? Ayirib oramizmi? 3 ga katta ekan demak. Tushuntira oldimmi? Yechim bo'lmaydigan oraliqni va yechim bo'ladigan oraliqlarni tanlaymiz va shartlarni topamiz. Tushunarli bo'layotgan bo'lsa, davom etaman. Keyingi savolimiz. Bu yerda ozgina e'tiborni qaratamiz qavs ichidagi ifoda. X kvadrat minus 1 ning kvadrati qo'shilgan 2 ga keladi. Bunisi esa x plus 1 ni kvadrati qo'shilgan 3 ga keladi. E'tibor bering. Mana bu qavsni eng kichkina qiymati 2. Uni ham 4-darajaga oshirsam, ana shu ifodani eng kichkina qiymati 16 bo'ladi. Ikkinchi qavs ichini eng kichkina qiymati 3, uni kvadratga oshirsak, eng kichkina qiymat 9 bo'ladimi? Ikkala qavsimizni ham eng kichkina qiymatlarini qo'shganimizda javob 25 bo'lyapti. Qolgan qiymatlarda bu ifoda har doim 25 dan katta yoki teng bo'ladi. Bu yerda faqat tenglik bajarilyapti. Qachonki u ham mana bu qavslar 0 bo'lganda bajariladi. Bu qavslar qachon ikkalasi bir vaqtda 0 bo'ladi? X teng -1 bo'lganda 0 bo'ladi. Shu uchun biz nimaning o'rniga m ning o'rniga -1 ni qo'yib hisoblashimiz kerak. 1 plus 1 plus 7 teng 9 bo'lar ekan. Hozir 1 daqiqa. Qaytadan tushuntirib yuboring, tushunmadim. Uzr, davom etamiz. Xo'p, qarang. O'zim eshitilyaptimi? Mana bu qavs eng kichkina qiymati 2. Ya'ni 2 ni 4-darajaga oshirganimizda qiymat 16 bo'ladi. Ya'ni mana shu ifodani eng kichik qiymati 16. Ikkinchi qavs eng kichkina qiymati 3, uni kvadratga oshirganimizda 9 bo'ladi. Shu ikkalasini eng kichik qiymatlarini qo'shganimizda javob 25 bo'lyapti. Qolgan paytlar 25 dan katta bo'ladi. Lekin sizda nima deyapti? 25 dan kichik bo'lsin deyapti. Hech qachon 25 dan kichik bo'lmaydi. U lekin 25 ga teng bo'lishi mumkin. Faqatgina birta qiymatda o'rinli bo'ladi. Qachonki bu 16, bu 9 bo'lganda ularning yig'indisi 25 bo'lishi mumkin. Boshqa payt o'rinli bo'lmaydi bu tengsizlik. Qachon bu 16, bunisi 9 bo'ladi? Qachonki x ni o'rniga -1 qo'ysangiz. Bu tenglamaning yechimi faqat -1 ekan. M ni o'rniga shu uchun -1 qo'yib hisobladik. Tushunarli bo'ldimi endi? Ha, tushundim, rahmat. Davom etamiz.
15ni ham ko'raylik ustoz. Hozir. Xo'sh, 15-chi savol. 15-chi savolni ham ko'ramiz demak. X minus 5ning 10-chi darajasi tengsizlikni ikkinchi tomoniga o'tkazsak 9 minus 2x ning 5-chi darajasi. Ikkala tarafni ham 5-chi darajaga qisqartirib yuboradigan bo'lsam, x minus 5 ning kvadrati kichik yoki teng 9 minus 2x. Soddalashtirib ishlaymiz endi shuni. Bunda x minus 4 ning kvadrati kichik yoki teng 0 bo'ladi. Bu ifoda esa faqat x teng 4 da o'rinli. Demak, javobimiz faqatgina 4 ni o'zi. Ustoz 9-misolga qaytib bitta ko'rib berolmaysizmi? Nimasini Nasıl ko'rib so'rab- berishim kerak? Shunda men m ni minus 2, n ni 10 Yo'q. oluvdim. Yo'q. Mahrajdan chiqadiganiga e'tibor bering. Oddiy qavsda bo'ladi, suratniki to'rtburchak. Mana n Uzoqladim. o'rniga hozir minus 4 qo'yganimizda, qarang, n Xo'sh. o'rniga minus 4 qo'yganingizda mahraj 0 ga aylanmaydimi? Plus 4 bo'lishi Endi kerakmi? qarang. Muammo nimada? Mana n bilan m ni o'rniga qiymat qo'ydim. Shuni javobi shu chiqadimi? Mahrajda minus 2. Shuni javobi shunday Aha. chiqadimi? Muammo yo'qmi? Mahrajdan chiqadiganni biza nima deymiz? Tegishli emas deymiz. Suratdan chiqadigan tegishli deymiz. Shunga Endi qarab tushundim. qaus shunga qarab qo'yiladi. Mana shu qausga qarab qaysi biri mahrajdan chiqqan, qaysi biri suratdan chiqqan aniqlasangiz bo'ladi. Rahmat, tushundim endi. Davom etamiz. Keyingi savolimiz 16-chi savol. Ifodani b ning kvadratiga bo'lib yuboradigan bo'lsak, a taqsim b ning kvadrati 2 karra a taqsimda b minus 3 kichik 0 degan tengsizlikka erishamiz. Bu tengsizlik esa a taqsim b plyusda 3, a taqsim b minusda 1 ko'rinishda ko'paytuvchilarga ajraladi. Buni ishlaydigan bo'lsak, minus 3/1 va bizga a taqsim b minus 3/1 oraliqda ekanligi aniq bo'ladi. Endi bizda nima deyapti? A taqsim b ni kubini so'rayapti. Shu uchun kubga oshirib yuboramiz. Minus 27 yu 1 oraliqqa tegishli bo'ladi a taqsim b ning kubi. Davom etaman. Keyingi savolimiz irratsional tengsizlik. Irratsional tengsizlikda agar nima belgisi, tengsizlik belgisi ildiz tomonga qarab turgan bo'lsa, buni ikkita tengsizliklar sistemasi ko'rinishida ishlashimiz mumkin edi. Ya'ni bir marta ikkala tarafni ham darajaga oshiramiz va ildiz qatnashmagan tomonni katta yoki teng 0 degan shart beramiz. Ikkinchi shartimiz ildiz qatnashmagan tomonni kichik yoki teng 0 va ildiz ichini aniqlanish sohasi. Mana shu ikkita shartni birlashtirganimizda berilgan tengsizlikning yechimi kelib chiqadi. Demak, ana endi ishlaydigan bo'lsak, birinchi tengsizligimiz 2x ning kvadrati 9x plus 4 kichik 0, x kichik yoki teng 2. Birinchisidan chiqadigan qiymatlar 1 taqsim 2 yu 4 bo'ladigan bo'lsa, 0 dan kichik bo'lgani uchun 1 taqsim 2 dan 4 gacha oraliq va 2 dan kichik desak, buni javobi 1 taqsim 2 dan to 2 gacha. Ikkinchi tengsizlikni ishlaymiz. 2 dan katta oraliq va 0 u 5 oraliq ekan. Shunda bizda 2 dan 5 gacha degan oraliq kelib chiqadi. Bu ikkitasini birlashtiradigan bo'lsak, birdaniga 1 taqsim 2 dan 5 gacha degan qiymat hosil bo'ladi. Demak, bizdagi tengsizlikni javobi 1 taqsim 2 dan 5 gacha bo'lsa, bu oraliqdagi butun yechimlar 5 ta bo'lar ekan. Davom etaman. Ustoz, Tabii. assalomu alaykum. Mana shart qo'yib
shart qo'yib ochdik-ku, shart qo'yib ishladik-ku hozir ikkala tomonini. Shunga nimaga bunaqa shartlar berayotganimizni bitta izohlab bering, ustoz. Bu modul bilan ikkalasi birgalikda qilinib beriladi ustoz, izoh shartlari buni. Hozir tushuntiraman desam ancha vaqt olib qo'yadi-da. Men ikkala Eslating, tomonni Malikamga eslating, men sizga tashlab beraman nimasini. Hop. O'zimga eslating. Shuni shartlar qanday berilishi, qanday kelib chiqqani tushuntirilgan nimasiga tashlab beraman. Bo'ladimi? Gruppaga tashlab bering. Mayli, eslating, gruppaga tashlab beraman. Mayli, keldi sizlardan. Ketdi, mendan ketdi deydi-ku. Shuni irratsional tengsizliklar tushuntirilgan ma'ruzani tashlab beraman, mayli. Bitta ko'rib chiqsangizlar, o'zlaringizga tushuncha bo'ladi. Buni hozir hammasini birdan tushuntirib berishim kerak-da, bitta holatni emas, birdaniga hamma holatni tushuntirib berishimga to'g'ri keladi. Menimcha shundan tushunib olasizlar. Hay. Esimga solinglar faqat, unutib qo'yaman chunki. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi. Daraja juft bo'lganda ildiz bilan daraja qisqarsa modul qoladi. Shuni hisobiga 5 minus 2x modulda. Toq bo'lganda modul qolmaydi. Keyingisi juft bo'lgani uchun yana modulda. Endi bu modulli tengsizlikda ishlash uchun esa modulga shart beraman. Ya'ni 5 minus 2x ni bir marta katta yoki teng 0 deyman. Bir marta kichik yoki teng 0 deyman. Katta yoki teng 0 deb ishlagan paytimda buni javobi x kichik yoki teng 2,5 dan bo'ladimi? Demak, 5 minus 2x, 5 minus 2x, 5 minus 2x bo'ladi. 6x katta yoki teng 10, x katta yoki teng 5 taqsim 3 va bu chiqqan javobni mana bu yechim bilan kesishgan joyini oladigan bo'lsak, javobimiz 5 taqsim 3 dan to 5 taqsim 2 gacha bo'ladi. Ikkinchi holatda ishlasak, x katta yoki teng 2,5 dan bo'ladi. Bu endi 2x minus 5, 5 minus 2x, 2x minus 5 ko'rinishda ochib chiqiladi. Bu yerda bitta 2x lar ketadi, bittadan 5 lar ketsa, 2x kichik yoki teng 10, x kichik yoki teng 5 yoki buni javobi ikkalasini kesishtiradigan bo'lsak, 5 taqsim 2 dan to 5 gacha degan yechim hosil bo'ladi bizga. Xo'sh, ana endi bu ikkala natija umumiy holatda 5 taqsim 3 dan 5 gacha degan javobni o'z ichiga olar ekan. Shunda bizda tengsizlikning natural yechimlari 2, 3, 4, 5 bo'lsa 4 ta ekan. Bu oraliqdagi. Keyingi tengsizligimiz, agar irratsional tengsizlikda mana tengsizlik ishorasi ildiz qatnashmagan tomonga qaraydigan bo'lsa, bir marta ikkala tomonni darajaga oshiramiz. Bir marta aniqlanish sohasi ildizni ichi uchun va ildiz qatnashmagan tomonga katta yoki teng 0 degan shartlarni beramiz. Mana shu 3 ta shartni bajarishimiz kerak ekan. Xo'sh, birinchisining javobi 2 va 3 chiqadigan bo'lsa, minus chekslikdan 2 gacha, 3 dan chekslikgacha. Ikkinchisi 6 taqsim 5 dan chekslikgacha, uchinchisi 0 dan chekslikgacha. Shunda 6 taqsim 5 dan 2 gacha va 3 dan chekslikgacha degan natijaga erishar ekanmiz. Bunday javob ekan. Davom etaman. Keyingisi. Ikkala tomonni kubga oshirib yuboramiz. X kublar qisqarib ketadi. 4x kvadrat 12x plus 8 yoki buni x kvadrat 3x plus 2 desak, buni ildizlari minus 1 va minus 2 chiqadigan bo'lsa, minus chekslikdan minus 2 gacha, minus 1 dan chekslikgacha degan natijaga erishamiz. Bo'ldi. Aniqlanish sohasi ham bo'lmaydi, chunki daraja toq darajali ildiz. Davom etamiz. Keyingi savollarimiz 21 dan 30 gacha. 23. 23. 21. Yana bormi? 24, 25 ustoz. 24, 25. 29. 29. Xo'sh. 6. 6.
28. 6. 26. 22. 22. Xo'sh. 3, 4, 5, 6, 7. Uzammasini belgiladikmi? Faqat 30 qolibdi. Boshladik. Ustoz, men bugun yangi qo'shiluvdim. Botga javoblar tashlaladim. To'g'ri javoblar? Botga siz natijalaringizni jo'natasiz. Men botni yopganimdan keyin har safar sizga natijangiz keladi. Qaysiga to'g'ri qildingiz, qaysiga xato qildingiz. Ha. Hop, rahmat. 8:00 da yopasiz, to'g'rimi shunda botni? Xuddi shunday. Ha. Xuddi shunday. Davom etamiz. Demak, kasr ko'rinishda katta noldan turgan tengsizligimizni surat mahrajini nolga aylantiradigan nuqtalarni dastlab topib olamiz. Buni ham nolga tenglab, nolga aylantiradigan nuqtalarni topib olishimiz kerak. Bunisidan demak 23 chiqsa, bundan 9 bo'lsa 7 chiqadi. 7 va 23 ni sonlar o'qida belgilab, oraliqda yechamiz. Bizda 7 yu 23 degan natija hosil bo'ladi. Aniqlanish sohasi bu yerda shunchaki x katta minus 2 dan baribir mana bu oraliq bilan ustma ust tushyapti shundoq ham. Xo'sh. Bo'ldi menimcha. Nimani toping degan? Butun yechimlarni ega nechta degan. Bo'ldi. 7 yu 23 oraliqda nechta butun yechim bo'lsa, o'shani olamiz. U uchun 23 dan 7 ni ayirib, 1 ni ayirib qo'yamizmi? Shunda bizda 15 ta degan yechim kelib chiqadi. Davom etamiz. Ikkala tarafni ham 4-darajaga oshirsak. X kvadrat 6x plus 9. X plus 9. X kvadrat plus 6x kichik yoki teng 0 bo'lsa 5x. Buni javobi minus 5 u 0 oraliq kelib chiqadi. Lekin bizda aniqlanish sohasi ham bor. Bu ikkita aniqlanish sohasidan x kichik yoki teng minus 3, x katta yoki teng minus 9 deydigan bo'lsak, kesishtiramiz. Ustma ust tushgan joyi minus 5 dan minus 3 gacha. Ajoyib ekan. Keyingi tengsizligimizda bir marta ikkala tarafni ham kvadratga oshirib yuboramiz. Va har bir ildizimiz uchun aniqlanish sohasi olamiz. Mana shu 3 ta tengsizlikni bajarishimiz kerak. Birinchisi demak 2x kvadrat birdan 2 qisqartirib yozsak, x kvadrat minus 4x minus 5. Ikkinchisi x kvadrat minus x minus 2. Uchinchisi x kvadrat minus 7x minus 8. Xo'p, shunda birinchisining javobi minus 1/5 chiqadi. Ikkinchisining javobi minus 1/2 chiqadi. Uchinchisining javobi minus 1/8 chiqadi. Birinchisi minus 1 dan to 5 gacha. Ikkinchisi minus cheksizlikdan to minus 1 gacha, 2 dan cheksizlikgacha. Uchinchisi esa minus 1 dan to 8 gacha. Uchala kesma ustma ust tushgan joyi bu minus 1 ni 1 o'zi va 2 yu 5 oraliqda. Ustma ust tushadi bu uchala chiziq. Bizda demak nechta butun yechimi bor desa, javobimiz 5 ta bo'lar ekan. Tushuntira olgan bo'lsam davom etaman. Xo'sh, mana bu ildiz har doim musbat ifoda, shu uchun tengsizlikka ta'sir ko'rsatmaydi. Tengsizlikda o'zini ishlab olamiz dastlab. 0 u 2 oraliq bo'ladigan bo'lsa, minus cheksizlikdan 0 gacha, 2 dan cheksizlikgacha degan javob chiqadi. Lekin ildiz bo'lganligi uchun unda aniqlanish sohasi bor. Aniqlanish sohasini inobatga olamiz.
Buni natijasi esa -2 yu 5 oraliq chiqadi. Ikkalasini kesishtiramiz endi. -2 dan 5 gacha, bundan bu tarafda. Demak, -2 yu 0, 2 yu 5 degan javob kelib chiqar ekan. Davom etamiz. Keyingi ifodada tenglikni ikkala tarafida ildiz bor. Qisqartirib yuborsam bo'ladi, chunki har doim musbat. Faqat aniqlanish sohasi olib qo'yishimiz shart. Katta yuk teng 0 deb. Va mana agar tenglik ifodasi bo'ladigan bo'lsa, tenglik ishorasi bo'ladigan bo'lsa, x kvadrat minus x minus teng minus 30 teng 0 har doim tenglamani qanoatlantiradi. Chunki 0 bo'lganda bu tenglik har doim o'rinli. Mabodo har doim mana shunaqa ildizli ifodani tashlab yuborgan paytimizda agar tenglik ishorasi bo'lsa va bu ildiz suratda bo'ladigan bo'lsa, uni albatta teng 0 degan yechimni ham olib qo'yishimiz kerak. Chunki ba'zi holatlarda tushib qoladi. Shuni bittasi. Ya'ni x teng -5 bilan x teng 6 sizda har doim o'rinli. Agar mahrajni 0 ga aylantirmasa bo'ldi. Har doim o'rinli. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, tengsizlikda aniqlanish soatini ishlab qo'yaylik. Minus cheksizlikdan to -5 gacha, 6 dan cheksizlikgacha degan yechim chiqadi. Endi tengsizlikni o'zini ishlaymiz. Tengsizlikni o'zi 1 taqsimda x plus 7 minus 1 taqsimda x minus 1 qoldi. Umumiy makhraj beramiz. Suratda manfiy ifoda qoldi. Surat manfiy bo'lganligi uchun minusga ko'paytirib yuborsak x plus 7 x minus 1 kichik 0 degan tengsizlikka erishamiz. Buni javobi esa -7 dan to 1 gacha bo'ladi. Endi kesishtiramiz javoblarni. -7 -5 1 6. Xo'sh. Shunda bizda kesishgan joyi e'tibor bering, -7 dan 5 gacha. Lekin boya aytdim, agar mana bu javob tushib qolsa, albatta kiritib qo'yishimiz kerak. Ko'p holatlarda mana shunaqa yechimlar tushib qoladi. Uni albatta inobatga olishimiz kerak. Shuning uchun javobimiz -7 dan -5 gacha va 6 bo'ladi. Nechta butun yechim degan javob 3 ta bo'ladi. Menda shu 6 qolib ketibdi-da. Ko'pchilik mana shu o'rinda xato qilib ketadi. Ko'pchilik. Davom etamiz. Tashlab yuboradigan ifodalarimiz odatda ana shunaqa har doim masalan ildiz keladi, modul keladi. Modulni ham musbat deymiz. Musbat emasda ular aslida nomanfiy. 0 ham bo'lishi mumkin, musbat ham bo'lishi mumkin-ku. Biz tashlab yuborgan paytimiz uni musbatligini inobatga olib tashlab yuboramiz. 0ligini ham inobatga olib ketishimiz kerak. Shuning uchun alohida shart berishimiz kerak 0 bo'lishi uchun. Modul, ildiz yoki nimandir qavs kvadratlari, juft darajalarini tashlab yuborib ishlasak ham xuddi shunday. Inobatga olishimiz shart shunaqa holatlarda. Xo'p, birni tenglikdan chap tomonga o'tkazib umumiy makhraj beramiz va suratni ham makhrajni ham 0 ga aylantiradigan nuqtalarni topamiz. Shunda bizda x teng -5 taqsim 3 degan javob chiqar ekan. Bu suratdan chiqqan javob, makhrajdan esa x teng 0 chiqadi. Bu hozircha tengsizlikning natijasi javobi. Tengsizlikda o'zini yechyapmiz hozircha. Demak, -5 taqsim 3 dan 0 gacha. Endi aniqlanish sohasini olamiz. x kvadrat minus 5x katta yuk teng 0. Buni javobi 5 dan cheksizlikgacha minus cheksizgan 0 gacha chiqsa. Ikkalasini kesishtiramiz endi. 5 taqsim 3 0 va 5. Buni javobi. Shundaymi? Umumiy natijamiz -5 taqsim 3 dan 0 gacha chiqar ekan baribir. Shunda bizdagi nechta butun ildiz degan bitta, u ham bo'lsa -1. Aniqlanish sohasi bilan tengsizlik yechimini kesishtirib yozdik. Tushuntira olayotgan bo'lsam davom etaman. Xo'p.
Labbay. Şurada 5'ni olmaymisan unda aniqlashga qoldi. Yo'q. Qachon teng nol degan holat demoqchidasiz, to'g'rimi? Avvalgi misolda qat'iy bo'lganda kirmas edi ana nuqta avvalgi 25 da. Qarang, agar hozir bu yerda qat'iy belgi bo'lganda ham 5 ni ololmay, noqat'iy belgi bo'lganda ham 5 ni ololmaysiz. Qachon olasiz? Qachonki mana ildiz bu yoqda 0, yonida hech qanaqa qo'shimchalar yo'q. Biz mana shunaqa holatlarda nima qilamiz? Ildizni musbat deb tashlab yuboramiz-ku. Ana shunaqa holatlarda ildizni teng nol deb ishlaymiz. Mana ildiz yonida ko'payib turibdi ifodalar. Ekran ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Ildiz, agar yonida ildizni nimadir qo'shilib turgan bo'lsa, siz u ildizni tashlab yubora olmaysiz. Chunki yonida qo'shiluvchi bor-ku. Unaqa holatlarda ildizni teng nol demaymiz. Qachonki mana ko'paytma keladi, ildiz ko'paygan nimadir qavs, katta yoki teng nol yoki kichik yoki teng nol, nima qilasiz shunaqa paytlarda? Ildiz musbat deysiz, tashlab yuborasiz. Mana tengsizlikka ta'sir ko'rsatmaydi deysiz. Lekin mana bu yerda agar tenglik ishorasi bo'lsa, ildizni ichidagi ifodani teng nol degan shartni ham qo'shib qo'yamiz. Agar tenglik ishorasi bo'lmasa, teng emas degan nolni qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Odatda bu juda muhim bo'lmaydi, chunki tengsizlikda, chunki biz o'zi shundoq ham ildiz ichini katta nol, mana tenglik qo'ymasdan ishlashimiz kerak-da, aniqlanish sohasiga tenglik qo'ymasdan ishlashimiz kerak bo'ladi. Unga ahamiyat bermaydigan bo'lsak. Mana shunaqa joylari bor. 25 da u suratda turgani uchun oldikda, u aniqlash shaqosi emas edi. Suratda turibdi. Yana qarang, suratda uni yonida nimadir qo'shiluvchi yo'q-da. Bu ham Uni yonida aniqlash qo'shiluvchi shaqosi. yo'q. Tushuntira oldimmi? Ha, bu ikkita nimani bajarib turgan ekanda, ham aniqlash soha, ham surat bu. Ha. Shunday. Yana bormi savollar bu bo'yicha? Davom etamiz. Keyingi misolga o'taman. 27-misol. Ikkala tarafni kvadratga oshirib yuboramiz. X kvadrat x plus 4 katta yoki teng 2x minus 9 ning kvadrati x plus 4 va har bitta ildizni ichini katta yoki teng 0 degan shart qo'yamiz. Ishlaymiz mana shu tengsizlikni. Birinchi tengsizligimizda x plus 4 umumiy ko'paytuvchi olib chiqsak, x kvadrat minus 2x minus 9 ning kvadrati. Ko'paytuvchilarga ajratsam, x plus 4 bo'ladi. Keyingi qavsimiz 9 minus x bo'ladi. Undan keyingi qavsimiz 3x minus 9 bo'lar ekan mana. Ko'paytuvchilarga ajratdim a kvadrat minus b kvadrat deb. Buni ishlaydigan bo'lsak, minus 4, 3, 9 chiqadi. Minus bo'ladi. Va buni javobi minus cheksizlikdan to minus 4 gacha, 3 dan 9 gacha chiqadi. Endi mana bu ikkita tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, ikkalasida ham javob x katta yoki teng minus 4 chiqadi. X katta yoki teng minus 4. Xo'p, kechishtiramiz ikkalasi. Labay. Shu 3ta qilmasdan turib kichkina tomonni 0 dan katta qilib olsak yetarli emasmi? Tushunmadim. Mana kichkina bo'lib turgan tomonni 0 dan katta yoki teng qilib olsak yetarli emasmi? Bunisini ham katta qilish shart emas u. Yo'q, olish kerak. Aniqlanish sohasiga e'tibor berish kerak baribir. Ha, bu ildizku aytgancha. Ha, bo'ldi. Ildiz bo'lgani uchun aniqlanish sohasiga albatta e'tibor berish Ha, kerak. bo'ldi, tushundim. Ustma-ust tushgan qismi, demak bizga e'tibor bering. 3 dan 9 gacha va 4 ni bir o'zi, minus 4 ni. Butun yechimlar yig'indisini so'ragan. 3 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni qo'shib, undan 4 ni ayirib qo'yamiz. Javob 38 chiqadi. Tushunarli bo'lsa davom etaman. Tengsizlikning yechimi bo'ladigan kesma uzunligini toping. Kvadratga oshirib chiqaman ifodalarni.
ifodalar qisqarib ketadi. Xo'sh, bizda nima qoladi keyin? Mana bu yerda x kvadrat edi, bu ham. 2x kvadrat plus 2x minusda 60 kichik yoki teng 0 yoki x kvadrat plus x minus 30 kichik yoki teng 0 desak, buni javobi minus 6/5 chiqsa, minus 6dan 5 gacha bo'ladi. Va biz aniqlanish sohasi ildiz ichini katta yoki teng 0 desak, javobimiz ikkalasini kechtirganimizda 3 dan 5 gacha degan kesma hosil bo'ladi va bu kesmani uzunligi 2 ga teng. Tushunarli bo'lsa davom etaman. Xo'p, bu tipdagi savollarda demak bittasini tenglikdan o'ng tomonga o'tkazib kvadratga oshiradigan bo'lsak, lekin mana shunaqa savollarda chet ildiz chiqib qolish ehtimolligi juda katta bo'ladi. O'zi bizda ifodani ikkala tarafidan ildiz olsak, aniqlanish sohasi torayib qoladi-yu, qaysidir ildizlar tushib qolish ehtimolligi katta bo'ladi. Ikkala tarafni darajaga oshirib yuborgan paytimizda esa aniqlanish sohasi kengayib ketishi hisobiga chet ildizlar paydo bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Ya'ni sizda masalan aniqlanish sohasi mana shu yer. Siz agar ifodani ikkala tarafini ham darajaga oshirib yuborsangiz, sizda ana bunaqa aniqlanish sohasi paydo bo'lib qoladi-yu, sizda masalan aslida 3 ta yechim bo'lishi kerak edi, lekin 4 ta chiqib qoldi. Mana bittasi mana bu chet ildiz hisoblanadi. Ya'ni sizdagi aniqlanish sohasiga tegishli emas u aslida. Siz o'zingiz uni darajaga oshirib yuborganingiz hisobida, hududni kattalashtirganingiz hisobida hududdan tashqaridagi bitta son qo'shilib qoldi. Agar mabodo siz ikkala tarafdan daraja olsangiz, aksincha torayadi aniqlanish sohasi, ana bu ildiz tushib qoladi sizga. Mana shunaqa misollarni darajaga oshirib yoki ildiz olib ishlagan paytlarimizda shunaqa e'tiborliroq bo'lib ishlashga harakat qilish kerak-da. E'tiborliroq bo'lib ishlashga harakat qilish kerak. Mana bu misolimizda ham hozir bular ketdi. Nima qoladi? 4 10 minus x kichik bo'ladi. 10 hozir nimalar qildim? To'g'ri ketyapmizmi? 14 ayirsak 6 10 minus x kichik 6 taqsim 4 bo'lsa 3 taqsim 2 kvadratga oshiramiz. 10 minus x kichik 9 taqsimda 4 x katta. Xo'sh. Nimadir noto'g'ri qilmadimmi hozir? Az 1 minut. 1 minutda katta bo'ladi. Nechidan bo'ladi bu? 9 taqsim 4 minusda 10 bo'lsa, bunaqasiga hisoblasak, ishora almashtirib 31 taqsim 4. 31 taqsim 4 bu 7,75 bo'ladimi? Demak, endi aniqlanish sohasi olamiz. 10 minus x katta yoki teng 0, 20 minus x katta yoki teng 0 deydigan bo'lsak, umumiy holatda x kichik yoki teng 10 degan javob chiqadi. Demak, x ni qiymati 7,75 dan to 10 gacha ekan. Agar shunaqa paytlarda masalan ikkilansangiz, tekshirib ko'ring. Tekshirib ko'ring. Ya'ni qaysidir shartlarni unutib qo'yasiz, misol uchun-da, qaysidir shartlarni unutib qo'yasiz, tekshirib ko'ring. O'zi masalan butun qiymat degan paytlarda agar butun qiymatlar juda ko'p katta bo'lmasa yoki katta bo'lgan taqdirda ham boshi va oxirini tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun ildizli misollarda mana shu narsalarga ozgina e'tibor qaratsa bo'ladi. Masalan, bu javobda nima chiqyapti? X ning qiymati 7,75 dan 10 gacha degan oraliq chiqyapti. Eng kichik butun qiymat 8. Juda misol uchun nima bo'lmasa 8 ni qo'yib tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi. 8 ni x o'rniga qo'yib, haqiqatan o'rinlimi, o'rinli emasmi? Tekshirib qo'yib, keyin ishonch hosil qilib, masalan, mana bu qiymatga keltirib qo'ysangiz bo'ladi. 8 ga keltirib qo'yganingizda bu ifodani qiymati 0,6 ga teng bo'ladi. Mana shunaqa holatlari bor-da. Tekshirib ishlasangiz agar.
Unda men 7 ni o'zini olib ketgan ekanman-da, 7,75 chiquvdi. Endi 7,75 dan katta deyapmiz-da, kichik demayapmiz-ku. O'zi 7 Ha, mana bu kirmaydi, qanoatlantirmaydi. minusga bo'lib borayotgan vaqtda ishorasini o'zgartirmagan ekanman, katta kichigini. Juda xato qilgan ekanman. Shuning uchun aytyapman-da, tekshirib ko'ring. O'zingizda ishonchingiz komil emasmi, o'sha sonni tekshirib ko'ring. Qiymatga ifodaga aytib qo'yib, qanoatlantiradimi, yo'qmi tekshirib ko'ring. Shunaqa holatlari bor. Davom etamiz 31dan 40gacha savollarimiz. 34, 34, 36, 36, xo'sh. 37, 38. Endi chiqmaganlar shu ekan. Barchasini Yana bir ko'rib qo'yaylik, ustoz. Shunsizda hammasini ko'ryapmiz-ku. osonlari ham bor orasida ustoz. Savollaringizni aytavering. 31 bor. 31. Yana 35 ni ham ko'raylik. 35. 33 bor. Yana. Bo'ldimi? Boshqa bo'lmasa boshladim. 31-savol. Boya aytganimday, e'tibor bering. Mana modul har doim musbat. Modulni tashlab yuborib tengsizlikda ishlasa bo'ladi. Lekin modulni 0 bo'lish holati ham bor-da bizda. Shuning uchun o'sha modulning ichidagi ifodani teng 0 degan shartni qo'yib qo'yaman mana bu yerga chetga. Bu tengsizlikning javobi minus cheksizlikdan 2 gacha, 2 dan cheksizlikgacha chiqadi, to'g'ri. Lekin bu oraliqqa bizga 1 ham tegishli qanoatlantiradi bu tengsizlikni. Eng kichik musbat ildizi shu uchun 1 bo'ladi, eng katta manfiy ildizi minus 2 bo'ladi va ularning yig'indisi minus 1 ga teng bo'ladi. Davom etamiz. Keyingi savolimiz. 33. E'tibor bersak, birinchi modulimiz A desak, ikkinchi modulimiz B desak, mana bu ifoda A plus B ni beradi. Modulda A qo'shilgan modulda B katta bo'lishi kerak A plus B dan. Qachon bu shart qanoatlantiradi? Qachonki, demak, A va B ni o'zi agar bu yerda A va B ikkalasi ham musbat bo'ladigan bo'lsa, bu tenglik ishorasi bajariladi. Agar A ham B ham musbat holat bajariladigan bo'lsa, bu yerda A plus B modullari teng bo'lib qoladi-da bunga. Qachon katta bo'ladi? Agar keling, holatlarni ko'rib chiqyapman-da. A ham B ham manfiy bo'lsa nima bo'ladi? A ham B ham manfiy bo'lsa, demak bizda hosil bo'ladi. Mana shu modulda A, modulda B musbat ifoda bo'ladi va u albatta A plus B dan katta bo'ladi. O'rinli bo'lyaptimi? Agar A musbat, B manfiy bo'lsa, A musbat, B manfiy bo'lsa, ularning modullari albatta musbat qiymatlar bo'ladi va A plus B dan katta bo'ladi albatta. Bu ham o'rinli. A manfiy, B musbat bo'lganda ham xuddi shunday o'rinli bo'ladi. Demak, bizda qanaqa shartlar bajarilishi kerak? Birinchi shartimiz mana bu ikkalasini birlashtirib yozadigan bo'lsak, A ko'paygan B manfiy desak bo'ladi. Ya'ni x kvadrat minus 5x plus 6, x kvadrat minus 3x plus 2 ko'paytmasi manfiyni biz mana shunday qilib yozsak bo'ladi. Buni javobini bitta qiladigan bo'lsak, birinchisidan 2 3, ikkinchisidan 2 va 1 chiqadi. 2 karali ildiz bo'lyapti bizga. Plus minus minus plus bo'lyapti va buni javobi 1 dan 2 gacha, 2 dan 3 gacha bo'lyapti. O'zi bizda nechta butun ildizga ega degan. Bu oraliqda bironta ham butun ildiz yo'q. Endi keyingi holatni ishlasak ham bo'ladi. Ikkalasi ham 0 dan katta holat. Ya'ni x kvadrat minus 5x plus 6 ham 0 dan katta, x kvadrat minus 3x plus 2 ham 0 dan katta deyman, 0 dan kichik holat. 0 dan kichik holatni ko'radigan bo'lsak, 1 2 3 birinchisida
2 3 chiqadigan bo'lsa 2 dan 3 gacha bo'lgan oraliq chiqadi. Keyingisida esa 1 dan 2 gacha bo'lgan oraliq chiqadimi? Ular kesishmadi, ikkalasi ham ustma ust tushmadi. Bo'sh to'plam. Bunaqa shart hech qachon bajarilmaydi. Demak, bu tengsizlikni butun ildizlari 0 ta. Mana bu aslida bo'sh to'plam emas, 0 ta deb yozish kerak edi. 0 ta butun ildizi bor bu tengsizlikni. Chunki yechim bor bu yerda 1 dan 2 gacha, 2 dan 3 gacha, lekin butun yechim yo'q. Shartli ravishda shu javobni olib ketishga majburmiz. Tushunarli bo'lsa davom etamiz. Keyingisiga e'tibor bering. 1 ni logarifm 0,5 ni 0,5 deb yozsam, keyingilari logarifm 0,5 asosga ko'ra x minus 1, ya'ni o'suvchi bo'lishi kerak deyapti. Bu 1 bo'lsa, bu hech bo'lmasa keling 2 bo'lishi kerak, keyingisi 3 bo'lishi kerak. Mana shunaqa progressiya bo'lishi kerak deyapti. Xo'p, 2 bo'lishi uchun qachon 2 bo'ladi? Logarifm 0, ya'ni 1 taqsim 2, 1 taqsim 4-inchisi bo'lsa. Qachon 3 bo'ladi? 1 taqsim 2 ni 1 taqsim 8-inchisi bo'lsa. Ya'ni mana bu logarifm oldidagi ifodalar 1 taqsim 2 dan kichik sonlar bo'lishi kerakmi? Chunki 1 dan kichik sonni qancha katta darajaga oshirsak, u shuncha kichrayib boradi dedik yuqorida ham. Shu uchun x minus 1 ni qiymati albatta 1 taqsim 2 dan kichik bo'lishi kerak deymiz. Shunda x ni qiymati 3 taqsim 2 dan kichik chiqadi. Aniqlanish sohasi oladigan bo'lsak, logarifm uchun x katta 1 bo'ladi. Javobimiz 1 dan 3 taqsim 2 gacha bo'lgan sonlar oralig'i bo'lar ekan. Shunda bu ifoda o'suvchi progressiyani tashkil qilar ekan. X kamayuvchiga tushmaydi-da shunda. O'suvchi deganligi. O'suvchi deyapti-ku. Shunga e'tibor bermabman-da, X kamayuvchiga emas deb progressiya qilishlabman. Yo'q, o'suvchi deyapti bunda. Davom etamiz. Kasr katta yoki teng 0 bo'lganligi uchun surat va makrajni 0 ga aylantiradigan nuqtalarni dastlab topib olamiz. Surat makraj 0 ga aylantiradigan nuqtalar 3 va plus minus 2. Sonlar o'qib belgilaymiz. 3 bizga karrali ildiz. Xo'sh. 3 dan katta sonni qo'yganimizda plus minus plus. Bizda yechim minus cheksizlikdan to minus 2 gacha. Xo'sh, 2 dan to 3 gacha. Endi 3 o'zi qanoatlantiradi. 2 dan cheksizlikgacha ketyapti-ku aslida. Aniqlanish sohasi bor bizda. 4 minus x katta 0 degan, ya'ni x kichik 4. Shu uchun birdaniga 4 ga chegaralab qo'yaman ifodani. 2 dan 4 gacha desam ham bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri. Javob chiqadi shunda. Davom etamiz. Keyingi savolimiz 36. Xohlasangiz logarifm 2 askari x ni t deb belgilab olib, avval soddalashtirib oling. Ifodani 0 ga aylantiradigan nuqtalar minus 3, 1 va 0. Endi t ni o'rniga logarifm 2 asosga ko'ra x ni qo'ysangiz, x ni qiymati 1 taqsimda 8, 2 va 1 degan qiymatlar kelib chiqadi. Sonlar o'qida belgilaysiz bu sonlarni. Ishoralarni qo'yib chiqasiz. Mana bu yerda minusga ko'paytirib ishora o'zgartirmabman. Ishoralarni qo'yib chiqqanimizda plus minus plus minus 0 dan kichik oraliq bu minus cheksizlikdan 1 taqsim 8 gacha. 1 taqsim 8 suratdan chiqqanda 1 dan 2 gacha. Lekin aniqlanish sohasi x katta 0 bo'lganini inobatga oladigan bo'lsak, minus cheksizlik emas, 0 ga almashtirib olsak ham bo'ladi. Ustoz, Labbay. shu yerda plus minusni qanday belgiladingiz? Odatda nimaga qaraladi? Shartlari bor-da. Shartlari bor. Mana bu yerda misol uchun x eng katta x ni eng katta darajasini oldidagi ishora plus, bu yerda ishora plus bilan plusni ko'paytiraman, o'ng tarafdan o'sha ishorani qo'yaman.
Endi uni shartlari bor. Karrali ildizda takrorlanadi, juft karrali ildizda, tog' karralida takrorlanmaydi. O'sha shartlarga inobatga olib ishoralar almashib ketaveradi. X Yoki bo'lsa son qo'ydimu, qo'yib. T'da topolmay qoldim-da, T'dan keyin X'ga kelgan paytda. Yo'q, o'sha T'ga qarab belgilasangiz bo'ladi buni. T'ga Sonlarga qarab qarab, belgilasangiz bo'ladi. sonlarga qarab qo'ysak bo'lmaydi, toq bo'lsa bunaqa Yo'q, chiqib ketadi. yo'q, unaqa emas. Unaqa emas. Endi agar son etib qo'yish bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, iloji yo'q. T'ni o'rniga logaritm keltirib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Logaritm 2 asosga ko'ra x plus 3, logaritm 2 asosga ko'ra x minus 1 taqsimda logaritm 2 asosga ko'ra x ku. Mana son ana shunga keltirib qo'yib x ni o'rniga topsa bo'ladi. Son etib qo'yishdan topmoqchi bo'lsangiz. Bo'lmasa, agar qoidalarni bilsangiz, qoidalardan foydalanib topish ancha oson. Davom etamiz. Agar boshqa savollar bo'lmasa. Davom etamiz. Keyingi savolimiz x ni 4-darajasi. Mana bu logaritmik ifodani soddalashtiradigan bo'lsak, 2 darajasida 3 logaritm 2 asosga ko'ra 6 va bu 6 ning 3-darajasi bo'lib qoladi bizga. Tenglikni ikkala tarafini 6 asosga ko'ra logaritmlab yuborsam, bizda mana bu ikkita logaritm ko'paytmasi, logaritm oldidagi ifoda ko'paytma bo'lgani uchun 6 kara asosga x ni 4-chisi qo'shilgan 6 asosga ko'ra 6 ni kubi deb yozsak bo'ladi. Ikkinchisi, daraja oldinga tushsa 6 asosga ko'ra 6 1 ga teng bo'lib ketadi. Nima bo'ldi bizda? Logaritm 6 asosga ko'ra x ni xuddi hozirgidek belgilab olamiz. Mayli t deb 4t plus 3 kichik yoki teng 1 taqsim t. Yoki 4t kvadrat plus 3t minus 1 taqsimda t. Xuddi boyagi usulda buni ham ildizlarini topib olamiz. Yuqorida qanday ishlagan bo'lsak, xuddi shunday holatda minus 1, 1 taqsim 4 va 0 degan yechimlar chiqadi. Endi buni logaritmga almashtirib olsak, t ni o'rniga logaritm keltirib qo'ysak, 1 taqsim 6, 4 ildizda 6 va 1 degan yechimlar chiqadi. Belgilaymiz. 1 taqsimda 6, 1, 4 ildizda 6. Ishoralarni qo'yib chiqamiz. Plus, minus, plus, minus. 0 dan kichik oraliq so'ralgani uchun minus cheksizlikdan 1 taqsim 6 gacha. Minus cheksizlik demayman, chunki x katta 0 degan shartimiz bor aniqlanish sohasi. 0 dan 1 taqsim 6 gacha va 1 dan 4 ildizda 6 gacha bo'ladi javobimiz. Bu yerda suratdan chiqqan javob 1 taqsim 6 va 4 ildizda 6 edimi? D javob bo'lar ekan. Ustoz, Eshitaman. anavi t deb belgiladingiz-ku, t1, t2, t3larni topdingiz. Keyin Xo'sh. ana x1, x2, x3larni ham tushundim. Keyin Xo'sh. plus minus qo'yganingizni bitta o'sha joyini qaytib tushuntiring. Yuqorida ham aytdim. Plus minus qo'yishni o'zini qoidasiga qarab qo'ysangiz bo'ladi. Agar u qoidalarni bilmasangiz, shunchaki mana buni ko'paytuvchilarga ajratasiz. Ya'ni O'shanga qo'yamiz-da. logaritm 6 asosga ko'ra x plus 1, logaritm 6 asosga ko'ra x minus 1 taqsim 4, taqsim logaritm 6 asosga ko'ra x kichik yoki teng 0. Ana shunga keltirib qo'yib ishlashingizga to'g'ri keladi. Tushuntira oldimmi? Aha. T'ga qo'yib ham keyin qo'ysak bir xil bo'lmaydimi ikkalasiga? Yo'q, T'dagi son qiymat bilan buni farqi bor. Aha. T'dagi son qiymat bilan buni farqi borligi uchun to'g'ri kelmay qoladi. Son etib qo'ymoqchi bo'lsangiz, T'ga etib qo'ymang. Lekin qoidasiga qaramoqchi bo'lsangiz, T'dan qarasangiz bo'ladi qoidasiga. Ustoz, qoidasi qanday? Sir bo'lmasa? Yo'q, u sir emas, lekin tushuntirib berishga vaqtim yo'q, ustoz. Endi bunday oddiyroq bo'ladigan bo'lsa aytib ketasizmi degandimda, mayli. Juda ham oddiy emas, o'zini shartlari bor-da, uni to'liqroq tushuntirib berish kerak. Hozir ulgurmaymiz tushuntirib berishga. Xo'p, mayli ustoz, mayli.
Davom etamiz. Keyingi savolimiz. 1 taqsim 2 ilizosida x plus 3 1 taqsim 2 ning kvadrati deb ikkala tarafda asos birdan kichkina bo'lgani uchun tengsizlik ishorasi o'zgaradi. Shunda x plus 3 kichik yoki teng 4 degan tengsizlik qoladi bizda. Bu endi x plus 3 kichik yoki teng 16, x kichik yoki teng 13. Va aniqlanish sohasi olamiz. X plus 3 katta yoki teng 0, minus 3. Javobimiz minus 3 dan 13 gacha. Endi bu oraliqda 17 ta butun yechim bor. Tushuntira olgan bo'lsam davom etamiz. 41 dan 50 gacha savollarimiz. 41 dan 50 gacha savollarimiz. Soat 40 deb qo'ydik. Xo'sh, yana 42. 42, 47, 48 Mhm. va 49. Xo'sh, 44 ni ham belgilaymiz. 45. 45. Bo'ldimi? 47, 48. 47, 48 belgilandi. 50 ni ham belgiladim. Kimdir so'radi? 49 belgiladingizmi ustoz? Belgiladim 49 ni ham. Boshqa bo'lmasa boshladim. Xo'sh, mana tengsizlik. Asosda x qatnashganligi bilan bu ifoda hech qachon 0-1 oraliga tegishli bo'lmaydi. Cauchy tengsizligi buni qiymati har doim 2 dan katta. Shuning uchun qo'rqmasdan tashlab yuborib 7x minus 5 katta yoki teng 4x minus 6 desangiz bo'ladi. Bundan esa 3x katta yoki teng minus 1, x katta yoki teng minus 1 taqsim 3. Lekini bor. Bittagina narsa x 0 ga teng bo'la olmaydi. Demak, bu tengsizlikning yechimi minus 1 taqsim 3 dan 0 gacha, 0 dan cheksizlikgacha. Eng kichik butun yechimi esa 1 bo'ladi. Davom etamiz. 42-savol. Xo'sh, buni mana shuni y ni 2x minus 3-sini a, y ni x plus 5-sini b deb belgilab olsak, e'tibor bering. 1 taqsim a, 1 taqsim b, 4 taqsim a plus b. Umumiy makhraj beraman. A, b'lar har doim musbatda, manfiy bo'lmaydi. Shu uchun umumiy makhraj berib, makhraj tashlab yuborishim mumkin shu joyda. A plus b ning kvadrati kichik yoki teng 4ab. Tengsizlikdan bir tomonga o'tkazsam, bu a minus b ning kvadratini beradi bizga. A minus b ning kvadrati hech qachon 0 dan kichik bo'la olmaydi, faqat 0 ga teng bo'lishi mumkin lekin. Qachon a teng b bo'lganda, ya'ni y ni 2x minus 3-si y ni x plus 5-siga teng bo'lishi kerak ekan. Bu uchun 2x minus 3 x plus 5 ga teng bo'lishi kerak, ya'ni x teng 8 chiqargan javob. Eng katta butun qiymati m bo'lsa, o'sha ifodani hisoblang degan. 10 taqsim 5 bo'lib javob 2 chiqargan. Bo'ldi. Keyingi misolimiz makhrajlar bir xil. Tengsizlikni bir tarafga o'tkazib olib, kasrlarni surat va makhraj 0 ga aylantiradigan nuqtalarni topadigan bo'lsak, 2 3 chiqadi. Xo'sh, demak, shunchaki javobimiz minus cheksizlikdan 2 gacha, 3 dan cheksizlikgacha chiqar ekan. Bo'ldi. Qirq to'rtinchi savol. Qog'ozni ochib chiqaman va tengsizlikni bir tomonga olib o'taman birdaniga hammasini. Ko'paytuvchilarga ajratishga harakat qilamiz. Kosinus kvadrat minus sinus kvadrat degani kosinus minus sinus. Kosinus plus sinus deydigan bo'lsak, keyingi ifodadan 3 ni umumiy ko'paytuvchi sifatida olib chiqadigan bo'lsak, bizda hosil bo'lyapti kosinus x minus sinus x
Kosinus x plus sinus x plus 3. Mana bu ifoda har doim musbat ifoda. Chunki kosinus x plus sinus x ni eng kichik qiymati minus ildizda 5. Unga 3 ni qo'shsak, baribir javob musbat chiqadi. Shuning hisobiga bu ifoda har doim manfiy. Musbat. Har doim musbat bo'lgan ifodani tashlab yuborish mumkin tengsizlikka. Ta'sir ko'rsatmaydi chunki. Kosinus x minus sinus x qoldi. Bu tengsizlikni ishlash uchun tengsizlikni ikkala tarafini ildizda 2 taqsim 2 ga ko'paytirib yuborsam va ildizda 2 taqsim 2 ni man kosinus 45 bilan almashtirib olsam, ikkinchisini sinus 45 bilan almashtirib olsam, bu kosinus x plus pi taqsim 4 katta yoki teng 0 degan tengsizlikka aylanadi. Bundan kelib chiqadiki, x plus pi taqsim 4 minus pi taqsim 2 plus 2pn va plus pi taqsim 2 plus 2pn oraliqqa tegishli bo'ladi. Pi taqsim 4 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, minus 3 pi taqsim 4 plus 2pn pi taqsim 4 plus 2pn oraliq hosil bo'ladi bizga. Tushunarli bo'lsa davom etaman. 45-savol. Ikkala kosinusni ham daraja pasaytirishga qo'yadigan bo'lsam. Ikkini mahraj berib tashlab yuboramiz. Mana 1 ga 1 ni qo'shsak 2 bo'ladi. Bu ikkini tenglikdan o'ng tomonga o'tkazib ayiraveramiz. Kosinus qo'shilgan kosinusni esa ko'paytmaga o'tkazamiz. 2 ko'paygan kosinus 2x qo'shilgan 120 minus 2x taqsim 2 2x ayrilgan 120 plus 2x taqsim 2 katta yoki teng 1 taqsim 2 dan. Birinchi kosinusimiz kosinus 60 gradus 1 taqsim 2 ga teng va 2 lar qisqarib ketadi. Ikkinchi ifodamizda esa 2x minus pi taqsim 3 degan qiymat qoladi. Ya'ni bizda kosinus 2x minus pi taqsim 3 katta yoki teng 1 taqsim 2. Bu tengsizlikni yechadigan bo'lsak, xo'sh, 2x minus pi taqsim 3 bizda minus pi taqsim 3 plus 2pn va plus pi taqsim 3 plus 2pn oraliqqa tegishli bo'ladi. Pi taqsim 3 ni qo'shish qilib o'tkazsak 2pn 2 pi taqsim 3 plus 2pn 2 ga bo'lib yuborsak pn pi taqsim 3 plus pn degan oraliq hosil bo'ladi. Mana shu tengsizlikning javobi bizda. Endi bizdan nimani so'rayapti? 0 va 2 pi oraliqdagi yechimlarini so'rayapti. Buning uchun n ning o'rniga qiymat qo'yishni boshlaymiz. Xuddi o'sha jadval qiladiganimizdek, xuddi bu ham shunday. N ning o'rniga 0 qiymat qo'ysak, bizga 0 u pi taqsim 3 degan oraliq kelib chiqadi. Mana 0, mana pi taqsim 3. Mana. N ning o'rniga 1 qo'ysak, n ning o'rniga 1 qo'ysak, pi u 4 pi taqsim 3 kelib chiqadi. Pi 4 pi taqsim 3. N ning o'rniga 2 qo'ygan paytimiz 2 pi u 7 pi taqsim 3 kelib chiqadi. Mana bu 2 pi 7 pi taqsim 3 tashqarida bo'ladi. Usmos tushgan joy qayer bo'lyapti? 0 dan pi taqsim 3 gacha bo'lyapti. Pi dan to 4 pi taqsim 3 gacha bo'lyapti va 2 pi ni bir o'zida usmos tushyapti. Oraliq chiqib ketdi tashqariga 0 va 2 pi dan. Shu uchun javobimiz A javob bo'lar ekan. B javob. Voy, uzr. B javob, uzr. Men 2 pisini ko'rib belgilayapman. B javob bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? Tushunarli. 6-savol. Ko'paytuvchilarga ajratamiz. Sinus x plus 1 taqsim 2, sinus x minus 2. Ikkinchi qavsimiz har doim manfiy ifoda bo'lgani uchun tashlab yuborgan paytimizda tengsizlik ishorasi o'zgaradi.
Shunda bizda sinus x kichik yoki teng minus 1 taqsim 2 degan nima hosil bo'ladi? Buni javobi esa x tegishli bo'ladi. Minus 1 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, mana pastda minus pi taqsim 6 yu minus 5 pi taqsim 6 bo'lar ekan. Ya'ni 5 pi taqsim 6 plus 2 pi n plus pi taqsim 6 minus pi taqsim 6 plus 2 pi n. D javob chiqar ekanda. Mana. O'zi 46 so'ralmagan ham ekan-ku. Mayli, davom etamiz. Xo'sh, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, bunda sal chalkashtirishi mumkin-u, eplasa bo'ladi. Birinchisi o'zi pi taqsim 4 plus pika beradi. O'shani hozir qandayligini tushuntirish kerak-da, ustoz. Xo'p, demak, birinchi ifoda ildizda 2 taqsim 2 ga ko'paytirib yuborgan paytimizda ikkinchisini 1 taqsim 2 ga ko'paytirib yuborsak, mana bu ildizda 2 taqsim 2 larni 45 gradusdagi qiymatlar bilan almashtirib olamizda. Birinchisini kosinus 45, ikkinchisini sinus 45 bilan almashtirib olsak, bu bo'ladi bizga sinusda x minus pi taqsim 4. Ikkinchisini xo'sh, kosinus 30 gradus, sinus 30 gradus bilan almashtirib oladigan bo'lsam, sinusda x minus pi taqsim 6 qiymatini beradi. Xo'sh, ana endi ko'paytma qachon manfiy bo'ladi? Sinusda x minus pi taqsim 4 kichik 0, sinusda x minus pi taqsim 6 katta 0 bo'lgan holatlarda. Ya'ni bittasi musbat, bittasi manfiy bo'lsa, bu ko'paytma manfiy bo'ladi. Mana shu holatni xohlasangiz bitta ishlab, ustma-ust tushgan oraliqni ko'rsangiz ham bo'ladi. Men nima qilaman? Sizga shuni nimada ko'rsatib beraman, grafikda ko'rsatib beraman. Ya'ni yechimni mayli yozaylik. Yechimni yozaylik. Hay, keling. Grafikda chiroyliroq ko'rinadi-da. Sinus 0 dan kichik bo'lishi. Birdan grafikka belgilayman. Sinus qachon 0 dan kichik bo'ladi? Mana shu nuqtadan pastida. Shundaymi? Mana shu nuqtadan pastida sinus 0 dan kichik. Endi buni ikkalasiga ham nima qilishimiz kerak? Saylama. Xo'sh, bu 0 nuqta, bu pi nuqta. Endi bizda nima bo'ladi? Bu ikkala nuqtaga ham mana bu minus pi taqsim 4 qo'shish bo'lib kiradimi? 0 ga pi taqsim 4 ni qo'shsak, mana bu yerga keladi. Pi ga pi taqsim 4 ni qo'shsak, mana bu yerga keladi. 5 pi taqsim 4 bo'ladi. Ya'ni bizda natija mana bu oraliq. Mana shu oraliq bizda javob bo'ladi hozircha. Endi qarang. Sinus x katta 0 degan oraliq mana bu tepami? 0, bunisi pi. Yana xuddi hozirgidayda. 0, bittasi pi. Xo'p, endi unga pi taqsim 6 ni qo'shsak, bitta nuqtamiz mana bu yer pi taqsim 6 ga chiqsa, bitta nuqtamiz 5 pi taqsim 6 ga keladi-da. Uzr, pi 7 pi mana bu 5 pi taqsim 4 edi. Pi taqsim 6 ni qo'shsak 7 pi taqsim 6 ga keladi-da. Mana bu shundan tepa oraliq bo'ladimi javobimiz? Ana endi bizdagi ikkita shuni hozir noto'g'ri chizmadim. Pi taqsim 6 210 225. Xo'sh, ikkalasi ustma-ust tushadigan oraliq qaysi oraliq bo'lyapti? Mana pi taqsim 6 bilan pi taqsim 4 ni oralig'i bo'lyaptimi? Mana.
Mana shunday qilib yoki bitta erinmasdan ishlasangiz ham bo'ladi. Erinmasdan ishlasangiz ham bo'ladi. Hozir buni ikkinchi holat ishlashi ham bor hali. Sinus x minus pi taqsim 4 ni 0 dan katta, sinus x minus pi taqsim 6 ni 0 dan kichik deb ham ishlash holati bor. Bu holatni ham ko'rish kerak bo'ladi. Xo'sh, ko'ramizmi buni ham? Yo maydalab bitta yechib ham ko'rsatib beraymi? Holatda ham xuddi shunaqa javob chiqadimiki? Yo farq qilishi mumkin. Ya, shunaqaroq chiqadi ya. Uni ham shunaqaroq qilib chiqarsa, uni ham shunaqaroq qilib chiqarsa bo'ladi. Hozir. Xo'sh, 0 dan katta oraliq pi taqsim 4 qo'shildi. Mana. Endi ikkinchisi bu mana. Ikkinchi bo'lagi chiqadi endi bu safar mana. Endi qaysi oraliq chiqdi? Mana bu bo'lak chiqdimi? Boyagiga bunisi chiqdi, to'g'rimi? Shu uchun davri pn bo'ladi. Shu uchun davri pn bo'ladi. Davri shu uchun pn bo'ladi. Bu pi taqsim 4, bu 7 pi taqsim 5 pi taqsim 4. Bu pi taqsim 6, bu 7 pi taqsim 6. Mana shuning hisobiga davri pn bo'lib qoladi. Mana shunaqa qilib grafikda ham tasvirlab olsa bo'ladi. Tushunarliroq bo'ladi. Yarim aylangani uchun pen bo'lyapti. Mana vertikal tushyapti-da ikkalasi. Mana bu bilan bu vertikal ikkalasi. Bular bir-biriga vertikal. Mana bunga pi ni qo'shsangiz bu nuqta kelib chiqyapti, bunga pi ni qo'shsangiz bu nuqta kelib chiqyapti. Mana bu ikkita oraliq vertikal bir-biriga. Tushuntira olgan bo'lsam davom etaman. Keyingisini ham shunga o'xshash usulda ishlaymiz, qarang. Mana ko'paytma manfiy bo'lishi uchun sinus x minus 1 taqsim 2 manfiy bo'lganda kosinus x minus 1 taqsim 2 musbat bo'lishi kerak. Sinus x minus 1 taqsim 2 musbat bo'lganda kosinus x minus 1 taqsim 2 manfiy bo'lishi kerakmi? Xuddi hozirgidek grafikda ishlaymiz, qarang. Mana. Endi qarang. Sinus kichik 1 taqsim 2 desa. Mana 1 taqsim 2, mana kichik oralig'i mana shu taraf. Endi mana bu nuqta bizga pi taqsim 6 bo'ladi. Shundaymi? Endi kosinusni qaraymiz. Kosinus katta 1 taqsim 2 dan. Mana shunday bo'ladimi? Ikkalasi ustma-ust tushgan joy bu nuqta minus pi taqsim 3 endi. Ustma-ust tushgan joy minus pi taqsim 3 dan to pi taqsim 6 gacha ustma-ust tushdi, to'g'rimi? Faqat shunchaki davri bo'ladi. 2pn degan davrini yozib o'tirmayapman, chunki o'zi mana bu oraliq so'ralganligi uchun. Aslida umumiy holatda ikkalasiga ham 2pn qo'shiladi. Endi ikkinchi holatda ishlaymiz. Yana xuddi hozirgidek sinus x 1 taqsim 2, faqat undan katta qiymatlar. Mana tepada bo'ladi. Bu 5 pi taqsim 6. Endi kosinusniki kichik degani uchun bu taraf bo'ladi. Mana ustma-ust tushgan joyi pi taqsim 3 dan to 5 pi taqsim 6 gacha bo'lyapti. Bu yerda eng katta qiymati 5 pi taqsim 6, eng kichigi bu nima? Minus pi taqsim 3. Ikkalasini yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, javobimiz 3 pi taqsim 6 yoki pi taqsim 2 chiqadi. 90 gradus. Mana. Grafikda tasvirlash qulayroq. Grafikda oson bo'larkan. Shunday. Tushunarli bo'lgan bo'lsa davom etamiz. Bizda
arc sinus x plus arc kosinus x ning qiymati pi taqsim 2ligi ma'lum. Shunga asoslanib 3 arc sinus x qo'shilgan 3 arc kosinus x qo'shilgan 2 arc kosinus x, ya'ni arc kosinusni maydaladim ikkita bo'lakka. Mana bu ikkalasidan 3ni chiqarib oladigan bo'lsam, arc sinus plus arc kosinus qiymati pi taqsim 2 ekanligi kelib qoladi. Shundan 3 pi taqsim 2 bu yoqqa ayirish bo'lib o'tsa, arc kosinus x katta 9 2 pi taqsim 6 bo'lar ekanmi? Arc kosinus x katta pi taqsim 6. Arc kosinus bu kamayuvchi funksiya. Pi taqsim 6 da ildizda 3 taqsim 2 ga erishadi va pi taqsim 6 dan eng katta qiymati bo'ladi u. Pi taqsim 6 dan katta qiymatlar maksimum -1 gacha kamayib boradi. Chunki -1 bir oraliqda-ku arc kosinus. Shuni hisobiga uni qiymatlari -1 u ildizda 3 taqsim 2 gacha bo'ladi. So'nggi savolimiz. Bu ham xuddi shunday. Pi taqsim 2. Pi taqsim 2 da u eng kichik qiymati 0 ga erishadi. Mana bu ifodada endi mana buni agar biror bir alfa deb qarasangiz, arc kosinus alfa kichik pi taqsim 2 desangiz, alfa eng kamida 0, eng ko'pida 1 bo'ladi. Chunki qiymatlar sohasi -1, 1. Pi taqsim 2 da 0 ga erishadi. Pi taqsim 2 dan kichik qiymatlarda u kattalashib boradi. Ya'ni 0 dan kattalashadi. Chunki u kamayuvchi funksiya. Shuni hisobiga alfani o'rniga logaritm ildizda 3 asosga ko'ra tangens x ni qo'ysak, bu endi tangens x ildizda 3 bir oraliqda ekanligini ko'rsatadi. Buni ham grafikda tinchgina ishlaymiz. Mana grafikda mana tangens x 1 da 45 gradusda, ildizda 3 ga 60 gradusda erishadi. Ildizda 3 dan katta, 1 dan kichik, 1 dan katta, ildizda 3 dan kichik oralig'i bu mana shu oralig'da o'zi bo'ladi. Ikkalasi ham. Shuning uchun davrda pn bilan yoziladi. Bunga erishadi, bunga erisha olmaydi. Tushuntira oldimmi? Savollar bormi bugungi vazifa bo'yicha? Bugungi boyagi vazifa bo'yicha. Labay. sinus x minus kosinus x bor-ku, o'shani bittasiga bo'lib yuborib turib tangens Tengsizlikda bo'lib yuborishga haqqingiz yo'q. Chunki uni musbat yoki manfiyligini bilmaysiz. Tenglamada bo'lib yuborish usuli bor. Tengsizlikda bo'lib yubormaysiz. tushunarli. Yana bormi savollarimiz? Agar Rahmat boshqa ustoz. savollar bo'lmasa, darsni yakunlayman. Hammalaringizga rahmat. Charchamanglar. Keyingi vazifa nima? Labay. Keyingi vazifa nima ustoz? Guruhni kuzatib boring, tashlab boriladi. Hammasi. Charchamanglar. Video zapis tashlab beriladimi ustoz? Albatta tashlanadi. Hozir. Sog' bo'linglar, charchamanglar.